Agar sizning nomingizda kvartira, hovli-joy, noturar bino yoki ulushli mulk bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Chunki hozir ko'pchilik raqamli konfiskatsiya deb atayotgan jarayon aslida oddiy qog'oz hujjatlar bilan yashab kelgan ko'chmas mulklarni davlatning elektron bazalariga to'liq kiritish, egasini aniqlashtirish, qarzlar va cheklovlarni ko'rinarli qilish jarayonidir. Lekin muammo shundaki, odam o'z mulkini vaqtida tekshirtirmasa, hujjatidagi xato eski kadastr raqami, ro'yxatdan o'tmagan ulush yoki meros masalasi keyin juda katta muammoga aylanishi mumkin. Men bugun sizga vahima emas, aniq tushuncha beraman. Nimani shu oy oxirigacha tekshirish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda kvartira ustida cheklov paydo bo'ladi? Va oddiy odam bugun nima qilsa, ertaga bosh og'rig'idan qutuladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni men oddiy tilda, misollar bilan tushuntirib boraman. Avval ko'p narsa qog'ozda yurardi. Odamda eski kadastr hujjati bor, oldi-sotdi shartnomasi bor, meros guvohnomasi bor. Tuman kadastridan olingan ma'lumotnoma bor. Shuning o'zi yetarli deb o'ylardi. Masalan, 2005 yilda kvartira sotib olingan, notariusda shartnoma qilingan, kadastr papkasi uyda javonda turibdi. Odam o'sha kvartirada yashayapti. Kommunal to'lovlarni to'layapti. Hech kim kelib bu uy sizniki emas demagan. Shuning uchun u hamma narsa joyida deb hisoblaydi. Lekin hozir tizim o'zgardi. Davlat organlari, kadastr, soliq, ijro byurosi, banklar, notariuslar va boshqa elektron tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Endi mulk faqat qog'oz papkadagi hujjat bilan emas, elektron reyestrdagi yozuv bilan ham tasdiqlanadi. Agar elektron bazada sizning kvartirangiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, egasi boshqa odam bo'lib turgan bo'lsa, maydoni xato bo'lsa, ulushlar ajratilmagan bo'lsa yoki eski hujjat raqamlashtirilmagan bo'lsa, siz real hayotda mulk egasi bo'lib yurishingiz mumkin, lekin tizimda muammo chiqadi. Raqamli konfiskatsiya deganda odamlar ko'pincha davlat kvartirani olib qo'yarkan deb tushunib qolishadi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Konfiskatsiya degani qonunda alohida tushuncha. U sud qarori yoki boshqa qonuniy asoslar bilan bo'ladi. Lekin xalq orasida bu ibora ko'proq shuni anglatyapti. Agar mulk hujjatlari tartibga keltirilmasa, elektron tizimda xato yoki qarzdorlik chiqsa, mulk ustidan tasarruf qilish qiyinlashadi. Ya'ni sotmoqchi bo'lsangiz sota olmaysiz, garovga qo'ymoqchi bo'lsangiz bank qabul qilmaydi. Meros rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz ish to'xtab qoladi. Ayrim holatlarda esa qarzlar sababli ijro harakatlari boshlanishi mumkin. Oldin odam kvartirani sotib olgach, notariusdagi shartnoma va kadastr hujjatini olib qo'yardi. Keyin yillar davomida hech narsa qilmasdi. Hatto o'sha kvartirada kim ro'yxatda turgani, mulk solig'i kim nomiga kelayotgani, kadastr bazasida maydon qancha ko'rsatilgani bilan qiziqmasdi. Ko'p xonadonlarda shunday holat bor. Kvartira otaning nomida, ota vafot etganiga teqis yil bo'lgan, lekin farzandlar merosni rasmiylashtirmagan. Ular o'sha yerda yashayapti, kommunal to'lovlar to'lanmoqda, mahalla biladi, qo'shnilar biladi. Ammo yuridik tomondan mulk hali ham vafot etgan shaxs nomida turibdi. Yana bir holat. Er-xotin kvartira olgan, lekin hujjat faqat erning nomida. Keyin ajrashish bo'lgan, ulush masalasi hal qilinmagan yoki aksincha. Ona o'z farzandiga kvartirani hadya qilgan. Lekin kadastrda o'zgarish oxirigacha kiritilmagan. Odamlar notariusdan o'tganmiz-ku deb o'ylashadi. Lekin notarial bitimdan keyingi kadastr ro'yxatga olish jarayoni ham muhim. Hozir esa elektron tizimlar mulk egasini, qarzlarni, taqiqlarni, garovlarni va ba'zi boshqa ma'lumotlarni tezroq ko'rsatadi. Agar siz kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, notarius tizimidan tekshiradi. Agar siz bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, bank garov sifatida mulkni tekshiradi. Agar sizda ijro hujjati bo'yicha qarz bo'lsa, mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Agar soliq qarzi yig'ilib qolgan bo'lsa, u ham ko'rinadi. Oldin bunday muammolar ko'pincha sotish vaqtida yoki sudga borganda bilinardi. Endi esa raqamli bazalar sababli bular tezroq ochilyapti. Birinchi navbatda eski hujjatli kvartira egalari tekshirish kerak. Agar sizning hujjatingiz 1990-yillar, 2000-yillar boshida olingan bo'lsa, albatta elektron kadastr ma'lumotini tekshiring. Masalan, sizda 3 xonali kvartira bor, hujjatda umumiy maydon 68 kvadrat metr deb yozilgan. Elektron bazada esa 6000 kvadrat metr chiqishi mumkin. Bu oddiy raqam xatosi bo'lib ko'rinadi. Lekin sotish vaqtida xaridor nega farq bor deb savol beradi. Bank baholovchisi muammo ko'radi.
notarius qo'shimcha hujjat so'raydi. Ikkinchi toifa meros rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota-onadan qolgan kvartirada 3 farzand yashamaydi, faqat bittasi yashaydi. Qolganlari mayli sen yashayver degan. Lekin huquqiy tomondan meros ochilmagan bo'lsa, kvartirani sotish, almashtirish, hadya qilish yoki garovga qo'yish juda qiyin bo'ladi. Eng yomoni yillar o'tib vorislar ko'payadi. Farzandlardan biri vafot etsa, uning farzandlari ham da'vogar bo'lishi mumkin. Shunda oddiy kvartira masalasi katta oilaviy nizoga aylanadi. Uchinchi toifa qarzi bor fuqarolar. Bu faqat bank krediti emas. Aliment qarzi, sud qarori bilan undiriladigan qarz, jarimalar, kommunal xizmatlar bo'yicha katta qarzdorlik, soliq qarzi ham muhim. Masalan, fuqaroning 25 million so'm aliment qarzi bor. U kvartiram o'zimniki, hech kim tegmaydi deb o'ylashi mumkin. Lekin ijro ishi yuritilayotgan bo'lsa, uning nomidagi mulkka taqiq qo'yilishi ehtimoli bor. Bu degani u kvartirni sota olmaydi, hadya qila olmaydi, garovga qo'ya olmaydi. Ayrim og'ir holatlarda undirish chorasi mulkka qaratilishi ham mumkin. Albatta bu qonuniy tartib va qarorlar asosida bo'ladi. 4-toifa noqonuniy yoki ruxsatsiz qayta qurilish qilganlar. Masalan, balkon qo'shib olingan, devor buzilgan, oshxona joyi o'zgartirilgan. Umumiy yo'lakdan qism ajratib olingan. Odam hamma shunday qilgan deydi. Lekin kadastr hujjatidagi reja bilan real holat mos kelmasa, keyin rasmiy ishlar to'xtaydi. Ayniqsa ko'p qavatli uyda yuk ko'taruvchi devor buzilgan bo'lsa, bu faqat hujjat muammosi emas, xavfsizlik masalasi hamdir. 5-toifa kvartirani ishonchnoma orqali olganlar. Juda ko'p odamlar pulini berdim, ishonchnoma oldim, keyin o'zim rasmiylashtiraman deb yuradi. Bu juda xavfli. Ishonchnoma mulk huquqini bermaydi. U faqat vakolat beradi. Ishonchnoma bergan odam vafot etsa, ishonchnoma bekor bo'lishi mumkin. U fikrdan qaytsa muammo bo'ladi. Uning qarzi chiqsa, mulk ustida cheklov paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma bilan yurganlar masalani eng tez hal qilish kerak. Agar siz kvartirani yaqinda notarius orqali sotib olgan bo'lsangiz, kadastr ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, elektron bazada egasi sifatida o'zingiz chiqayotgan bo'lsangiz, soliq va ijro qarzlaringiz bo'lmasa, hujjatdagi undan realat mos bo'lsa, sizda katta xavotir uchun asos kam. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xato faqat eski hujjatlarda emas, yangi ma'lumot kiritishda ham bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam yangi qurilgan uydan kvartira oladi. Shartnomada 4 kvadrat metr, topshirish dalolatnomasida 53,6 kvadrat metr. Kadastrda 23,1 kvadrat metr ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu farqlar ba'zan texnik o'lchovlardan kelib chiqadi, lekin hujjatlar orasida katta tafovut bo'lsa, keyin bahs chiqadi. Shuning uchun yangi uy muammo bo'lmaydi deb beparvo bo'lmaslik kerak. Yana bir misol, kvartira er-xotin nikoh davrida olingan, hujjat faqat birining nomida. Elektron bazada ham bitta egasi chiqadi. Lekin oila qonunchiligi nuqtai nazaridan ikkinchi turmush o'rtog'ining huquqi bo'lishi mumkin. Demak, sotish vaqtida uning roziligi talab qilinadi. Odamlar buni ko'pincha notarius oldida bilib qolishadi. Shuning uchun hujjatni oldindan ko'rib chiqish zarur. Eng katta xavf shundaki, odam muammoni faqat kerak bo'lganda biladi. Masalan, sizga zudlik bilan pul kerak bo'ldi. Kvartirani sotmoqchisiz. Xaridor topildi, kelishuv bo'ldi. Avans ham olindi. Notariusga borganda mulkka taqiq borligi chiqdi. Sabab eski sud qarori bo'yicha ijro ish ochilgan yoki soliq qarzi yopilmagan. Xaridor kutmaydi, avans bo'yicha nizo chiqadi, vaqt ketadi, asab ketadi. Yoki siz kvartirani farzandingizda nomiga o'tkazmoqchisiz. Kadastrda egasi sifatida hali vafot etgan otangiz chiqyapti. Siz men 15 yildan beri shu yerda yashayman deysiz, lekin notarius hujjatsiz harakat qila olmaydi. Avval meros, keyin ulush, keyin ro'yxatdan o'tkazish. Bu jarayon bir kunda bitmasligi mumkin. Ayniqsa vorislar ko'p bo'lsa, kimdir chet elda bo'lsa, kimdir rozi bo'lmasa ish cho'ziladi. Yana bitta real hayotga yaqin misol. Fuqaro 2010 yilda 2 xonali kvartira sotib olgan, lekin oldingi egasining kommunal qarzlari qolgan. Yillar davomida qarz ustiga penya qo'shilgan. Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzlar har doim ham mulkni olib qo'yish degani emas. Lekin xizmat ko'rsatishda, ma'lumotnoma olishda, kelishmovchiliklarda muammo tug'diradi. Shuning uchun yangi mulk olganda faqat notarial shartnomani emas, kommunal va soliq holatini ham tekshirish kerak. Birinchi nozik jihat. Hamma xatolar ham mulkdan ayrilishga olib kelmaydi. Agar familiyangizda bitta harf xato yozilgan bo'lsa, masalan Karimov o'rniga Karimova
yoki pasport seriyasi eski bo'lsa, bu odatda tuzatish mumkin bo'lgan texnik masala. Lekin uni baribir e'tiborsiz qoldirmang. Chunki kichik xato katta operatsiyani to'xtatadi. Ikkinchi nozik jihat, elektron bazada ma'lumot yo'qligi avtomatik ravishda mulk sizniki emas degani emas. Sizda haqiqiy hujjatlar bo'lsa, ularni raqamlashtirish, kadastrga kiritish, arxivdan tasdiq olish mumkin. Ammo bu vaqt talab qiladi. Shu sababli men doim aytaman, hujjatni faqat sotishdan bir hafta oldin tekshirmang, oldindan tekshiring. Uchinchi nozik jihat, ulushli mulk. Masalan, kvartiraning 2 qismi aka nomida, 2 qismi uka nomida. Aka o'z ulushini sotmoqchi. Uka rozi bo'lmasa ham qonunda belgilangan tartibda ulushni sotish imkoniyatlari bor. Lekin boshqa mulkdorning imtiyozli sotib olish huquqi, xabardor qilish tartibi, narx masalasi kabi shartlar chiqadi. Agar bular noto'g'ri qilinsa, keyin bitim ustidan da'vo bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Voyaga yetmagan bolalar ulushi. Agar kvartirada bolaning ulushi bo'lsa, uni sotish oddiy bitim emas. Vasiylik va homiylik organi ruxsati kerak bo'lishi mumkin. Bolaning manfaatlari yomonlashmasligi shart. Masalan, 800 kvadrat metr kvartirada bolaning ulushi bor. Ota-ona uni sotib, kredit kvadrat metr uy olmoqchi. Bunday vaziyatda ruxsat olish qiyinlashadi. Chunki bola sharoiti yomonlashyapti deb baholanishi mumkin. 5-nozik jihat. Ipoteka va garov. Agar kvartira bank garovida bo'lsa, siz uni oddiy tartibda sota olmaysiz. Avval bank roziligi, qarzni yopish tartibi, garovdan chiqarish jarayoni bo'ladi. Ba'zan odamlar men kreditni to'lab bo'lganman deyishadi. Lekin garov yozuvi reyestrdan o'chirilmagan bo'ladi. Kredit tugagani bilan garovni rasmiy yechish alohida jarayon bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, o'zboshimchalik bilan egallangan joylar. Ko'p qavatli uyda podval, chordoq, umumiy yo'lak, kirish qismi yoki yer maydoni hammaning umumiy mulki bo'lishi mumkin. Kimdir o'sha joyga eshik qo'yib, ombor qilib olgan bo'lsa, keyin 20 yildan beri meniki deyish yetarli emas. Umumiy mulkni o'zlashtirish ko'plab nizolarga sabab bo'ladi. Raqamlashtirish jarayonida bunday joylar ham ko'proq ko'rinadi. Endi eng muhim qism, siz bugun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, qo'lingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, ipoteka shartnomasi, garovdan chiqarish hujjati, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, agar kerak bo'lsa, turmush o'rtog'ining roziligi bilan bog'liq hujjatlar. Hujjatlar bitta papkada bo'lsin, suratga olib telefonda saqlab qo'ying, lekin asl nusxalarini yo'qotmang. Ikkinchi qadam, mulkingiz elektron kadastrda qanday ko'rinishini tekshiring. Buni davlat xizmatlari markazi orqali, tegishli kadastr organlari orqali yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali aniqlash mumkin. Sizga kerak bo'ladigan asosiy ma'lumotlar: mulk manzili, kadastr raqami, egasining F, umumiy maydon, turar yoki noturar maqomi, cheklovlar bor yo'qligi, garov yoki taqiq mavjudligi. Agar siz buni o'zingiz qila olmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring va xodimdan aynan ko'chmas mulk bo'yicha ma'lumot tekshirish kerakligini ayting. 3-qadam, soliq holatini tekshiring. Mulk solig'i bo'yicha qarz bormi? Yer solig'i bo'yicha qarz bormi? Oldingi yillardan qolgan summa bormi? Ba'zan egamda 1000 so'mlik kichik qarz yillar davomida odamning e'tiboridan chetda qoladi. Katta muammo bo'lmasligi mumkin, lekin rasmiy ish qilayotganda baribir ko'rinadi. Shuning uchun soliq ilovalari, soliq organlari yoki davlat xizmatlari orqali qarzdorlikni ko'ring. 4-qadam, ijro taqiqlari bor yo'qligini aniqlang. Agar sizda sud qarori, aliment bank qarzi, jarima, kompensatsiya yoki boshqa undiriladigan qarz bo'lsa, MIB yoki tegishli ijro tizimlarida ishingiz bor yo'qligini tekshiring. Agar taqiq qo'yilgan bo'lsa, uni o'zi yo'qolib ketadi deb kutmang. Qarz yopilgan bo'lsa, taqiqni yechish bo'yicha ariza bering, to'lov kvitansiyalarni ilova qiling, ijrochidan qaror nusxasini oling. 5-qadam, hujjatda xato bo'lsa, darhol tuzatish tartibini boshlang. Masalan, pasport ma'lumotlari eski, familiya nikohdan keyin o'zgargan, manzil nomi yangilangan, kvartira raqami noto'g'ri, maydon farq qiladi. Bunday holatda ariza yoziladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mulk hujjati, zarur bo'lsa arxiv ma'lumotlari ilova qilinadi. Arizada aniq yozing. Ko'chmas mulk bo'yicha elektron ma'lumotlarda texnik xatoni tuzatishni so'rayman. Keyin qaysi ma'lumot noto'g'ri va qanday bo'lishi kerakligini ko'rsating. 6-qadam, meros masalasini cho'zmang. Agar mulk vafot etgan odam nomida bo'lsa,
notariusga boring. Vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, mulk hujjatlari. Yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Vorislar ko'p bo'lsa, hammasi bilan gaplashing. Keyin qilamiz degan gap meros ishlarida eng qimmat xatolardan biri. 7-qadam. Ishonchnoma bilan olingan mulkni rasmiylashtiring. Agar pul berilgan, lekin mulk hali ham eski egasi nomida bo'lsa, bu xavfni kamaytirish uchun notarial oldi, sotdi shartnomasini yakunlash kerak. Qarzlar va cheklovlar yo'qligini tekshiring, keyin bitimni to'liq rasmiylashtiring. Agar eski egasi topilmasa yoki vafot etgan bo'lsa, masala murakkablashadi va huquqshunos yoki notarius bilan alohida maslahat kerak bo'ladi. 8-qadam, qayta qurilish qilgan bo'lsangiz, real holatni yashirmang. Kadastr rejasini olib, kvartirangizning amaldagi holati bilan solishtiring. Agar devorlar, balkon, sanuzel, oshxona yoki kirish qismida o'zgarish bo'lsa, ularni qonuniylashtirish mumkinmi, yo'qmi? Shuni aniqlang. Har bir o'zgarish ham ruxsat etilavermaydi. Ayniqsa ko'p qavatli uyda konstruktiv xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. 9-qadam. Barcha to'lov kvitansiyalarni saqlang. Soliq to'ladingizmi, qarz yopdingizmi, davlat boji to'ladingizmi, ariza topshirdingizmi? Albatta chek kvitansiya, ariza raqami va javob xatini saqlang. Elektron ko'rinishda ham, qog'oz ko'rinishda ham bo'lgani yaxshi. Chunki men to'laganman degan gapni tizimda xato bo'lsa, hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. 10-qadam, agar siz yoshi katta ota-onangizning uyida yashayotgan bo'lsangiz, ularning hujjatini ham tekshiring. Ko'p muammolar aynan ota-onalar vafotidan keyin chiqadi. Ota-onaga buni mulkni tortib olish uchun emas, oilaning kelajakdagi nizolarni oldini olish uchun tushuntiring. Hujjatlar kim nomida? Merosxo'rlar kim? Vasiyatnoma bormi? Ulushlar qanday? Qarzlar bormi? Bularni oldindan bilish oilani katta nizodan saqlaydi. Agar davlat xizmatlari markazi yoki kadastr organiga murojaat qilsangiz, arizada umumiy gaplar emas, aniq talab bo'lsin. Masalan, menga tegishli bo'lgan falon manzildagi ko'chmas mulk bo'yicha elektron reyestr ma'lumotlarini tekshirib berishingizni, mavjud cheklovlar, garovlar va taqiqlar haqida ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Agar xato bo'lsa, elektron ma'lumotlarda mulkdorning familiyasi noto'g'ri ko'rsatilgan. Ilovadagi pasport va mulk hujjatlariga asosan tuzatib berishingizni so'rayman. Agar taqiq bor bo'lsa, ijro organiga shunday mazmunda murojaat qilinadi. Falon ijro ishi bo'yicha qarzdorlik to'liq qoplanganligi sababli ko'chmas mulkka qo'yilgan taqiqni bekor qilishni va bu haqda tegishli elektron reyestrlarga ma'lumot yuborishni so'rayman. Albatta to'lov hujjatlari qarzdorlik yopilganini tasdiqlovchi ma'lumotlar ilova qilinadi. Agar meros bo'yicha murojaat qilsangiz, notariusga borib meros ishini ochish yoki mavjud meros ishini aniqlash kerak. Bu yerda internetdan ko'chirib olingan ariza bilan hamma narsa bitmaydi. Chunki har bir oilaviy holatda hujjatlar boshqacha bo'ladi. Kimdir farzand, kimdir turmush o'rtoq, kimdir ota-ona sifatida voris bo'ladi. Shuning uchun notariusga to'liq hujjatlar bilan boring va vaziyatni yashirmay ayting. Birinchi xato, mening uyimga hech kim tegolmaydi deb o'ylash. Agar mulk sizniki bo'lsa ham, qarz, sud nizosi, garov, meros bahsi yoki hujjat xatosi sizning tasarruf huquqingizni cheklashi mumkin. Mulkka egalik qilish boshqa. Uni sotish, hadya qilish yoki garovga qo'yish imkoniyati boshqa. Ikkinchi xato, faqat og'zaki kelishuvga ishonish. Aka-uka kvartira seniki deb kelishib olgan bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda ulush boshqacha tursa, ertaga farzandlar, turmush o'rtoqlar yoki boshqa vorislar masalani ko'taradi. Mulk masalasida og'zaki kelishuv oilaviy hurmat uchun yaxshi, lekin huquqiy himoya uchun yetarli emas. 3-xato. Hujjatlarni broker yoki tanish odamga berib nazorat qilmaslik. Sizga yordam beradigan mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin ariza raqami, qabul qilingan sana, to'lov kvitansiyasi, javob xati sizda ham bo'lsin. Mulk sizniki, javobgarlik ham sizniki. 4-xato, muammoni yashirish. Kvartirani sotayotganda qarz borligini, qayta qurilish qilinganini yoki ulush masalasi hal bo'lmaganini yashirsangiz, bitim buzilishi, avans qaytarilishi, hatto sud nizosi kelib chiqishi mumkin. Halol va aniq ma'lumot berish ko'p hollarda eng arzon yechim bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, raqamlashtirishdan qo'rqish kerak emas. Lekin unga beparvo qarash ham mumkin emas. Agar sizning kvartirangiz
uyingiz yoki boshqa ko'chmas mulkingiz bo'lsa, shu oy oxirigacha hech bo'lmaganda 3 narsani tekshiring. Kadastrda mulk kim nomida turibdi? Mulk ustida taqiq yoki garob bormi? Soliq va ijro qarzlari bormi? Hujjatlaringiz eski bo'lsa, meros rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ishonchnoma bilan yurgan bo'lsangiz yoki qayta qurilish qilgan bo'lsangiz, bu ishni kechiktirmang. Izohlarda yozing. Sizning kvartirangiz hujjatlari eski qog'oz shaklidami yoki elektron bazada tekshirganmisiz? Shunday muammo bo'lganmi? Kadastrda xato, taqiq yoki meros masalasi chiqqanmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda men mulk, qarz, soliq, meros va notarial bitimlar bo'yicha oddiy odamlar eng ko'p xato qiladigan joylarni yana batafsil tushuntirib beraman.